Ortimda ko'rib turganinglar Guliston masjidi bo'ladi. O'rtoqlar, biz hozir Uch qahramondan kirganinglarda Guliston mahallasiga kelganmiz. Bu yoqda 6,5 sotixli joyimizda yer hisobida sotilyapti. Fasadimizning razmeri 13 metr, uzunasiga bo'lsa 48,5 metrni tashkil qiladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlari va narxini bilib olsanglar bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, qaranglar. Kirishimiz bo'lyapti. Kirganingizda sizlar taxminan mana shunaqa holat kutib oladi. Endi bu yoq sotib oladigan odam buzib, yengitdan imoratlarini tushiradi. Bu yoq tomonda parniklari, hamma sharoitlar qilib ketilgan, gaz, svet, suvdan hech qanaqa muammo yo'q, Wi-Fi, internet, hamma narsasi bor. Aytib o'tgandek, fasadda razmeri 13 metr bo'lyapti. Uzunasiga bo'lsa 48,5 metrni tashkil qiladi. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Uy ko'ryapsizlar, o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Yana bir marta eslatib o'taman. Uch qahramondan kirganinglarda Guliston mahallasiga kelganmiz. Yaxshi lokatsiyada joylashgan. O'rtoqlar, ana endi eng qiziqarli joyi narxiga kelamiz. Bu joyimizni bir sotiqiga $21 ming so'rashyapti. Tepasiga kelsanglar albatta kelishiladigan joyi bo'ladi. Egalarining raqamini qoldiraman. O'rtada hech qanaqa makler yo'q. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlar bilan uy ko'rdik bo'ldi. Bizdan oziqlashmaylar.